Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Xo'jaobod tumanidamiz, Andijon viloyati. Tunikafon baza jamoasi yana bir ishini go'zal holatda 27 million so'm evaziga aylanpa shapkalari hamda dorixonasiga yuzlanamiz. O'rtalari tilla rangdan foydalanganmiz, shekalari 3D variantda bo'lgan, o'rtaga kosmoslarni ham qo'yib berganmiz. Bular 3 xil yonadi, punti boshqariladi. Xo'p, ichkari tomonlariga yuzlanamiz. Romlariga patsvet qilib berganmiz, oq rangiga mokraydan foydalanganmiz, tilla ranglardan ozgincha foydalanganmiz. Juda ham ko'rkam holatda, unaqa bachkan emas, shuga yarashadigan qilib berdik. Albatta kuzatishda davom etinglar. Sizlarga ham xuddi shunaqa Tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, Tunikafon baza jamoasiga murojaat qiling. Ishonchingizni oqlaymiz, sifatli hamda arzonroq qilib, yildan ko'ra chiroyli holatda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. 120 dan 140 ming so'mgacha hozirda barcha rasxodlar ichida qilib beryapmiz. Sizdan shu bir mahal abid, qolgan ishni o'zimizga qo'yib bering. Inshaalloh go'zal holatda qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.